Do'stlar, bugun sizlar bilan mana Nara bilan yangicha har xil ajoyib suvlarimizni ichib ko'ramiz. Naraga ham hozir ajoyibidan idishdan berdim. Bu akani oldindan men taniyman va shunaqa antikvar idishda har xil suvlarni ichadi. Menga juda ham yoqardi. Shuning uchun bugun fursatdan foydalanib, men ham shunaqa antikvar idishlarda narsa ichib ko'rmoqchiman. Mana sizga berganim, menga aytaman, nechta pul olib kelgan? 15,000 $cha pul olib kelgan mana shu. Eng ko'p pul topar idish mana Pul shu. topar ekan. Menda ham bor pijama, pul topar pijamalarim. Qani, bismillah. Voy. Unda oqsam ketadi. Ko'rganman-da edalarsiz. To'ldimi? Bo'l. Bo'l. Qani endi antikvar idishda birinchi marta ichib ko'rishim. Bunda qanday ichadi tushmayapti-yu. Tushadi. Birdaniga ko'p tushayotgan. Tushayotganmi? O'shancha aytdim-da. To'g'ri qiladi. O'zi tushmaydimi ichganimda? Yo'q. Yaxshi gap. Vaziyat ko'p chiqargan. Oson emas ekanmi ichish? Videoda oson ko'rinadi xolos. O'zi bunday ochiq. Qani o'chasiz bunda oxirgisi. Havo kirib qopti-da haliganda. O'sha havosi bilan ovoz chiqadi. Men chiqaraman. Yaxshi, zo'r. Bezvuk chiqdi. Zo'r ichib ketib oldik, mana deb. Qizcha qiyin ekan.